azizlarim, mehri qaynoq insonlarim, tinglab borayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Mikrofonlar qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodira Begim. Bizning loyihamizga bir nechta tabrik maktublari yetib kelgan ekan. Keling ulardan bir nechtasini o'qib eshittiramiz. Qani, ketdik. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mohiraxon onajon, siz bilan bog'landikmi? Ha, Yaxshimisiz? Sog'monmisiz? rahmat. Sizlar. Yaxshi, rahmat. Ushbu go'zal damlarda siz bilan kutilmagan qo'ng'iroq, tabriklar loyihasi orqali bog'lanyapmiz. Ushbu loyiha boshlovchisi Nodira Begim bo'laman. Avvalo sizni bezovta qilib qo'ymadik degan umiddamiz. Ha, deyman. Bugungidek go'zal sanalarning egasi ekansiz. Allohimga chin ne'mat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xolis ummat bo'lgan kuningiz bilan ayni damda qarshi olayotgan shukrona yoshlaringiz bilan samimiy muborakbod etamiz. Rahmat. Alloh taolo bunday nurli sanalarni hayotingizda yana ko'plab nasib qilsin. Qalbingiz tinch, kayfiyatingiz baland, tanajoningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Bugungi fayzli kunda qarshi olayotgan 62 yoshingiz umringizning eng fayzli, barokatli yoshlardan biri bo'lsin. Onajonim, bugun bizning loyihamizga yaqin insoningiz tabriknoma maktublarini yo'llagan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Sizlarga muharramlardan bobosilada she'rlar. Yashab qolganligini qildim. Aytib o'tgan insonlaringiz orasidan aynan qaysi birlari bo'lishi mumkin? Shohsag'a qizim desa, Albatta onajonim, ko'nglingiz adashmadi. Sizni eng yaqin insonlaringizdan biri qizingiz Shohistaxon opa nomlaridan yetib kelgan ekan. Shu bilan birga turmush o'rtog'ingiz Qodirjon aka, o'g'lingiz Bahodirjon, qizlaringiz Zohidaxon, keliningiz Tohiraxon, nabiralaringiz Shahnozaxon, Madinaxon va barcha nabiralaringiz nomidan ham tabriklayman deya yo'llagan ekanlar. rahmat. Ilohim mana shunday yaqin insonlaringizni baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Rahmat. Sizam sog' bo'lin, tinchligingiz sog' bo'lsin. Rahmat. Sizga ham rahmat. Rahmat sizga ham. Onajonim, ruxsat bersangiz, qizingiz nomidan yetib kelgan tabriknoma maktublarini Alloh qodir qilganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Minnatdorman. Assalomu alaykum mehribonimiz, suyukli onajonimiz. Bugun men uchun eng qadrli, eng ardoqli inson, mehr timsoli, jannat eshigim, onajonimning tug'ilgan kunlari. Onajonim, Alloh taolo sizni yaratgan kun, yer va osmon guvoh bo'lsin. Bu dunyodagi eng go'zal kunlardan biri bo'lgan. Chunki siz orqali bizga hayot, mehr, sabr, duoning asl ma'nosi saboq bo'ldi. Payg'ambarimiz aytganlaridek, jannat onalarning oyoqlari ostidadir. Ey onajonim, sizning har bir qadamingiz biz uchun jannat sari yo'ldir. Har bir duoyingiz biz uchun panoh, har bir ko'zingizdagi mehr biz uchun cheksiz ne'matdir. Bugungi muborak kunda farzandingiz nomidan duo qilaman. Ey Rahmon va Rahim Parvardigor, onamni doimo salomat qilgin.
yuragidagi mehrini yanada ziyoda qilgin. Har bir nafasini baraka ila to'ldirgin. Ul zotni dunyo va oxirat saodatiga yetishtirgin. Payg'ambarimizning shafoatiga muyassar qilgin. Onajonim, siz menga faqatgina onam emas, eng ishonchli do'stim, eng to'g'ri maslahat bera oladigan yagona insonimsiz. Siz bizning umrimizning yog'dusi, eng qimmat gavharisiz. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt va cheksiz quvonchlar tilaymiz. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, mehribon onajonimiz. Ona, asrolmadim seni darddan ham. Yuzingga ajinlar yo'latib qo'ydim. O'zimga bir olam zeb berdim, ammo sochingni oqlarga bo'yatib qo'ydim. Yugurdim ortidan dunyo deb necha. Tinmadim tashvishlar bitmadi hecham. Tizzangni tut ona, uxlay bir kecha. Ona, oromimni yo'qotib qo'ydim. Yelkangni tut ona, suyanay birdam. Bag'ringda unutay dunyolarni ham. Faqat bitta narsa qiladi alam. Ona, seni barvaqt qaratib qo'ydim onajonim. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizni mehr ila bag'riga bosib, qizingiz deya mana shunday go'zal tabriknoma maktublarini siz tomon yo'llagan ekanlar. Rahmat. Sizga ham tinchligingiz sog' bo'lsin. Ko'p yaxshimani hammani ham shunga barakot bersin. Ilohim, qizingizning samimiy tilaklari ko'nglingizdan joy olib, kayfiyatingizni ko'tara oldi degan umiddamiz. Kapiyatim yaxshi. Rahmat, qizimga ham tinchlik, sog'lik, bolaligi bosh bo'lsin, Xudoyo. Ilohim, ayni damda ijodiy guruhimiz tomonidan suhbatimiz yozib olinmoqda. Shuning uchun oila a'zolaringiz, yaqin insonlaringiz uchun bir chiroyli duo qilib bersangiz onajonim. Hammaning ham umriga rizqiga Alloh baraka bersin. Saharli xotirjamligini bersin. Qilingan ishlarini rivojini bersin. Doimo rivojini berib, yaxshiligini, sog' salomat bo'lishini Parvardigor olam. Ilohim. Rahmat. Rahmat, inshaalloh aytganingiz kelsin. Mayli onajonim, sog' salomat bo'ling. Bitta. Rahmat, yuzingizdan tabassum, hayotingizdan fayz va baraka arimasin. Barcha samimiy tilaklarimiz siz uchun bo'ldi. Alloh panohida bo'ling, sog' bo'ling onajonim. Rahmat, yashana. Rahmat samimiy suhbatingiz uchun. Ushbu go'zal taronalarimiz siz uchun yangraydi. Marhamat. Onajonim, jonim onam, to'rtta non olib borolmayman. Oxiri yo'q mehringizni, sirini-daligin bilolmayman. Onajonim, jonim onam, hayot sirini hech bilolmayman. Oxiri yo'q mehringizni, sirini-daligin bilolmayman.
men ham boshqalar kabi bag'ringga